Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Jumayeva Zohida Muhammadjonovna Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim kafedrasi o'qituvchisiman. Bugun sizlar bilan Germaniyada ta'lim-tarbiya jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari, Germaniyada boshlang'ich ta'lim mavzusi haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Ushbu mavzuni quyidagi rejalar asosida ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi rejamiz Germaniyada ta'lim tizimi. Ikkinchi rejamiz Germaniyada boshlang'ich ta'lim. Uchinchi rejamiz Germaniyada ta'lim sifati. Germaniya ta'lim tizimi va uning 5 ta oltin qoidasi mavjud. Demak, birinchi oltin qoida tafakkur ustaxonasi. Bu tafakkur ustaxonasi o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, tanqidiy fikrlashi, keng dunyoqarashini o'z ichiga oladi. Ikkinchi oltin qoida bepul va majburiy ta'lim. Germaniyada ta'lim bepul va majburiy amalga oshiriladi. Uchinchi oltin qoida tanlash imkoniyati. Demak, Germaniya yoshlari ta'limni o'z qobiliyatlari, bilim darajasi, qobiliyatlaridan kelib chiqib tanlashlari mumkin. To'rtinchi qoida fikrlayapmanmi, demak yashayapman. Beshinchi oltin qoidasi aslzodalar orzu qilgan universitetlar. Bizga ma'lumki, Germaniyada mashhur universitetlar bor, bilimli talabalar Germaniya universitetlarida tahsil olishadi. Ana endi asosiy ma'lumotlarni ham aytib o'tamiz. Asosan Germaniya Markaziy Yevropada joylashgan rivojlangan davlatlardan biri hisoblanadi. Germaniya haqida asosiy ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Poytaxti Berlin shahri, maydoni 357.022 kilometr kvadratdan iborat. Aholisi taxminan 84 million kishi. Davlat tili nemis tili hisoblanadi, pul birligi yevro. Asosan Germaniya ta'limiga to'xtaladigan bo'lsak, Germaniyada boshlang'ich ta'lim tizimi haqida aniq faktlarni aytib o'tamiz. Asosan boshlang'ich ta'lim davomiyligi 4 yillik hisoblanadi. Germaniyada boshlang'ich maktab Grundschule deb ataladi. Aksariyat federal yerlarda boshlang'ich ta'lim 1 va 4 sinflarni o'z ichiga oladi. Ayrim hududlari, misol uchun Berlin va Brandenburgda 1-sinfdan 6-sinfgacha boshlang'ich ta'lim davom etadi. Maktablarga qabul yoshi asosan 6 yoshdan boshlanadi. Ta'lim olish majburiy hisoblanadi. Ta'limning bosh maqsadi o'quvchilarda o'qish, yozish, hisoblash va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini